Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi? Oilalar tinchmi? Birdan baquvvatmisiz? Bugungi maslahatimiz aka-ukalar, bu jo'jalarimizda bo'ladigan e, vitamin tanqisligi ko'p uchrab turibdi. Ya'ni jo'jalarimiz bo'yni qiyshayib turibdi, har xil qiliqlar qilib turibdi, kallasini orqaga tashlab turibdi va kaza har xil qiliqlar qiladi-da. Endi bundayda aka-ukalar, bu parrandalarimizda minerallar, makro, mikro elementlar yetishmasa, parrandani nerv faoliyati buziladi. Jo'ja bo'lsin, katta parranda bo'lsin, bu uzoq vaqt mobaynida masalan bir ma'lum bir vitamin E bo'ladimi, vitamin A bo'ladimi, bu parrandani organizmine kirmasa, bu birdaniga bildirmaydi. Bu shunday alomatlar bilan keladi, tuzatib bo'lmas darajada. Ko'zlari ko'rmay qoladi. Nerv faoliyati umuman buziladi. O'zini parranda boshqarib bilmaydi. Yiqilib, bo'ynlari qiyshayib, har xil qiliqlar qilib, xullas kalamda ana shu yuzasidan ko'p savollar bo'lib turibdi yurtdoshlarimiz tomonidan. Shuning uchun endi bu ko'p ta'kidlaymiz aka-ukalar. Shu vitaminlarga bu jo'ja parranda bo'lsin, jo'ja bo'lsin, bu vitamin bilan tirik aka-ukalar. No'g'lon izlab o'tdi bu telefonimiz. Mana jo'ja, mana shu graf, oti graf, bu faqat gapirishni bilmaydi. Salom be. Hamma gapga tushunadi. Mana shu jo'jalarni mushukdan qorovullaydi. Judayam bir aqlli it bu. Bu haqida gaplab turganim bilib turibdi. O'zi tamom. Buni maqtab turganim bilib turibdi. O'zi yana tegima keldi o'zi. Bor, git. Getarana. O'zi sirazi yaxshi gaplasang, suyulib ketadi ustingga, ustingga qarab qilib tashlaydi. Shuning uchun qattiqroq turaman buni. Sal erkalatsang tamom. Yanada o'tirib bo'lmaydi, ustingga sakrab, hamma yeringni sharmanda qilib tashlaydi. Shu jo'jalarni chotdi qilib mushukdan qorovullaydi bu. Tak, temaga qaytamiz. Shuning uchun aka-ukalar, bu shu narsalar kuzatilmasligi uchun tabiiy vitaminlar, minerallar, makro, mikro elementlarini muntazam har kuni berib borishimiz kerak. Masalan, vitaminlar, bu endi ko'p odam veterinariyadan nima olib bering, nima qilishim kerak, qaysi vitamin? Aka-ukalar, shart emas veterinariya. Veterinariyaga biza qachon murojaat qilamiz? Qishda. Hozir yoz kunlarida hamma yer vitamin bosilib yotibdi. Masalan, bir mahal sabzi bering, bir mahal beda bering, ozgina piyoz bering, ozgina chesnok bering, oshqovoq bo'lsa oshqovoq. Masalan, endi olmalar pishadi, masalan, olmalar pishib tagiga to'gilib, endi kimda bor, kimda yo'q, bozorda bo'lsa ham arzonlab ketadi. Masalan, ozgina olma siyqab bersa, ana shu bug'doylar masalan undirib bersa, bug'doyda ozgina bir sumalakka undirgandek qilib, ozgina undirib bersa, masalan bug'doyni, moshni, makkajo'xori undirib bersa, bu parrandalarimiz uchun vitamin bo'ladi. Aka-ukalar. Jo'jalarimiz ham qorni to'ydi. O'zi qorni to'g'adi. Yotadi bular. Qorni to'q bo'lsa, jo'jalarimiz yaqindan ko'rsataveradi. Kayf qilib yotdi bular. Shuning uchun endi hozir vitaminlarni aytdim. Endi minerallarga nimalar kiradi aka-ukalar? Endi yangi chiqavergan bir qush uchib o'tsa ham darrov nima qiladi bu. Minerallarga
so'ndirilgan ohak, o'tin kuli, maydalangan shag'allar, osh tuzi. Bu narsalar ham parranda uchun juda ham muhim, aka-ukalar. Masalan, maydalangan shag'allar, so'ndirilgan ohak, o'tin kuli, bular modda almashinuvida, masalan, parrandani o'sishida, hazm sistemasida, hazm sistemasida hamma narsada qatnashadi. Aka-ukalar, mana shunaqa gaplar. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Jo'jalar shu vitaminlar, minerallar, makro mikro elementlar bilan tirik. Shu zarar ko'randalarga qarshi kurashsangiz, Grab beriga. O'tir. Молодец. Sen ham bir YouTube'da zvezda bo'lib qolaq, zvezda bo'l. Aka-ukalar, bu kichikni juda ham yaxshi ko'raman buni. Bu qattiq gaplayman videolarimda-da. Bo'lmasa qattiq komanda bermasang nima qilmaydi-da, bu bo'ysunmaydi. Erkalatib gaplasang aytganing ham qilmaydi. Graf machak. Уже suyulib ketadi yaxshi gaplasang-da. Shuning uchun o'zingga nima deydi, o'zi itni nimasi bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir yemish qand berib aytganini qildiradilar, yoki bo'lmasa it ozgina egasidan nima qilish kerak? Hurmat qilish kerak-da egasini. Agar nima bir bolam bor, bolam aytganini umuman qilmaydi, masalan. Ular xullasda, o'sha erkalab sal yaxshi gaplasang, o'sha yalab nima qilib ustingni xarob qilib tashlaydi. Berab men hozir ketaman. Jo'jalayotgan bo'ladi. Tushundingmi? Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.